Bu musurka. Bu axlat, chunki IP zaharlangan, YouTube'da yaroqli emas. Bu iPhone 6 Pro Max. 1200 dollar turadi. Lekin IP zaharlangan va YouTube'ga yaroqli emas. Bu bilan YouTube'da pul topib bo'lmaydi. Redmi Note 13 200 dollarga olingan. Bu ham musurka, chunki IP zaharlangan. Samsung A50 ko'chada 300 mingga sotib olsangiz bo'ladi. Bu musur emas. Bu IP zaharlanmagan toza telefon. Bu bilan YouTube akkaunt yaratsangiz, sirazu yurib ketadi. Yechim oddiy. IP zaharlanmagan telefonni qidirib o'tirmaymiz. Kimda telefon bo'ladigan bo'lsa yoki kompyuteri bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha kompyuter yordamida bizda Okta brauzer degan maxsus brauzerimiz bor. U yerda biz amerikanskiy proksilarni olib, Okta brauzerga bog'lab, amerikanskiy YouTube kanalini ochamiz va amerikanskiy ochilgan YouTube kanallar har biri lokalizovanniy Amerikani o'zida ochilgan bo'lib hisoblanadi va birinchi kundan natijaga chiqib kanallaringiz yurishni boshlaydi. Bu sifatli ma'lumotni saqlab qo'yinglar o'zingizga, chunki bu YouTube'dagi birinchi qadam. Agar sizda ham natijaga chiqa olmay, yillar, oylar bilan yurgan YouTuber do'stlaringiz bo'lsa, bu video unga foydali bo'lsin, ulashib qo'ying.